Va nihoyat burnim yechilgandan keyin mazza qilib yuzimni tozalab uxotla qilaman. Miona michelarkasida bugun yuzimizdagi makiyajni tozalaymiz. Miona michelarkasi mazzada yuzni umuman quritib yubormaydi. Tap qilib yuzim top-toza bo'lib qoldi. Endi penkasida tozalaymiz. Burnimdan olinganda skoch rosa ketishi qiyin bo'ldi. Miona penkasida bitta yuvdim, cho'tki ketsa bo'ladimi? Oxirgi etap skrab yuzni poralarni ichiga kirib, tonalkalarni chiqarib, yuzimizni juda ham zo'r qilib tozalab beradi. Вот, yuzimizni top-toza qilib bo'ldik. Endi bemalol uhot qilsak bo'ladi. Devchonka, yuzimni qarayda qanaqa yaltillab qoldi. Juda ham zo'r. Mioni man уже necha yildan beri ishlataman. Uxodovim safidan umuman chiqmaydi bular. Juda ham yaxshi ko'raman. Chetga ketsam, bilasizlar, mioni olib ketaman. Tonerdan boshlaymiz, chunki toner bundan keyingi sivırtka va kremlarni kuchini yana ham ko'paytirib beradi. Keyin bo'lsa, конечно, sivırtka. Qizlar, har doim uhot qilishdan oldin bilib olinglar, yuzni yaxshilab tozalash kerak. Bo'lmasa, surayotgan narsalarimiz yordam bermaydi, qaytaga yuzimizga narsa toshirib yuboradi. Shu esingizda tursin. Meni eng yaxshi ko'rgan kremim, har videoimda aytaman bu gapni, namlantiruvchi krem. Makiyajdan oldin baza qilib ishlatsanglar ham bo'ladi bemalol bu kremni. Yuzga vitamin berib, quruq yuzlarni namlantirib zo'r qilib beradi. Uhot tamom bo'ldi. Qaranglar, yuzimni yaltillab qolganini ham oppo bo'lib qoldi.